illallah, Allahu Ekber. Muhammed Resulullah, ya Habiballah. Allah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Assalamu alaykum qarindoshlar. Biz her cuma günü qilib kelayotgan da'vat tashviqotimizni yana keyindan boshlaymiz. Bu 40 hadisninki sharhisini sizlarga sunib kelayotgan to'q. Bu 40 hadisninki 5-chi hadis. Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamninki bid'at va uni cheklash usullari to'g'risida to'xtalib o'tamiz. An ummil mu'minina ummi Abdullah Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi vasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ravahul Bukhari ve Muslim. Ve fi rivayetin li Muslimin men amila amalan leysa aleyhi emruna fehuve raddun. Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste bizge bid'at, doğruluk, uçuk, aniqcha ko'rsatmalarni berib o'tgan. Demek bu hadis Ayşe radhiyallahu anha anamızınki rivayet kılgan hadislerden. Biz evvel hadisini rivayet kılgan, hadisini haber kılgan anamızınki tarihi bilen biraz tanışıp ötümüz. Ummil mu'minin, mu'minlerninki anısı. Yani Ummi Abdullah, Abdullah'ninki anısı deb künyetlengen. Demek özünki kız qarindishninki o'g'li Abdullah ibn Zubayrninki ansarlar muhojirlarning ichidan tunji bo'lib Madinaga borib tug'ilgan shu Abdullah bilan kunyatlangan Aisha radhiyallohu anha onamiz. Demak, hamda Aisha radhiyallohu anha onamiz kim degan bu savolga qarta Aisha radhiyallohu anha onamiz o'zi Siddiqa, nihoyat rasul Siddiqninki qizi. Yani Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu'nunki kızı. Anasının ismi Umm Rumman. Mekke'de hicretten burun 8. yılca doğulgan. Demek Ayşe radıyallahu anha anımız Fatima anımızdan 8 yaş küçük. Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ummi Abdullah deb künyetlep koygan. Künyetlep. Hem de Ayşe radhiyallahu anh'ımızdınki bu tarifatını kılsak bu nurgulluğun tarifatla ba Ayşe radhiyallahu anh'ımızını hem de tariflep bulamayız. Ayşe anımızını Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem düşündürüp bizge xuturup mundaq degen. Xudu şatra dinikum min Ayşete. Yani dinanınki yerimini Ayşe radhiyallahu anha anımızınca yani Ayşe'den elanla degen. Demek sahabelerden Ebu Musa'l Eş'ari radhiyallahu anhu'mu bizge birade bir iş eniqsiz bo'lib qoldigan yoki bilinmaydigan manda ish bo'lmaydi bu. Bo'lib qolsa biz Ayşe'ninki qishig'i borsak Ayşe anamiz bizgacha nihoyat qanoat qilarliqcha javob beradi degan. İmam-ı Zuhri'mi Ayşe radhiyallahu anha anımız doğruluk. Eğer barliq kishilarninki bilimi bir yerga toplansa Ayşe radhiyallahu anha anımızninki bilimi o bilimlerinin hammasini en yuqorisiga chiqadi degan. Demek hem de Ayşe radhiyallahu anha anımızninki fazilatlari boshqa anlarımız qaragan vaqtda nihoyat ko'p. Bunun cümlesinden de Ayşe radhiyallahu anhaninki huzurda Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gücü vehinin kilişi, Ayşe radhiyallahu anha anamızın gücü bu Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ninki en ahirki minutlarda Ayşe radhiyallahu anha anamızın kuşkuda Peygamberimizin bu dünya bilen vidalaşıp can üzüşü ve şunu koşaş nurgulluğun Allah'ydıklar ba
Bunun içinde yana Ayşe radhiyallahu anha anımız 1210 hadis xabar qilgan bizga. Endi bu hadis desek, ba'zilarning kallasida mushundalam deb qo'ygan gap, mushundaq dedi deblam chiqirgan o'xshaydi deb o'ylasak bo'lmaydi. Endi hadis to'g'riliq to'xtalsak chiq vaqt uzrab qoladi. Demak, bu hadis ilmini hamda hadis ilmini o'qigan kishi tushunadi. Har bir o'tirdagi muxbir, ya'ni cho yetkizguchininki taqvo bo'lishi, yolg'on aytmagan bo'lishi, ham bu cho falan anglagan deb mushundaq holatda bizgichilikcho, ya'ni Imom Buxoriy, Imom Muslim eng oxirgi raviylar bular cho xotirlab bizga yetkizgan. Demak, hamda biz Ayşe radhiyallahu anha anımız to'g'riliq to'xtaldik. Demak, 1210 hadis. Demak, ayollarning ichida eng ko'p hadis rivoyat qilgan. Endi bütün sahabalarning ichida Abu Hurayra radhiyallahu anhudan qolsa, Ayşe radhiyallahu anha anımız cho hadisni ko'p rivoyat qilgan, ko'p xabar qilgan. Bizga demak bir Ayşe radhiyallahu anha anımız orqali nurg'unlagan qonun prinsiplarni tushunib oldik, hayotimizni tartibga solib oldik degan gap. Endi islomda ayollarni naati hurmatlagachga, ayollarni erlar bilan cho o'xshash o'rinda ko'rgachga nima desa, shundaq qonunchilik ishlariga, qonun tuzishga cho ayollar burun tatib cho aralashtirilgan degan bir mazmun bo'yicha bundan chiqadi qarindoshlar. Endi bu yerda biz şu Ayşe radhiyallahu anha anımız bizga yetkazgan hadis orqali bu yerda bir qancha mazmunda to'xtalib o'tmoqchi. Bularningki endi birisi men ahtasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Endi bu bir qo'rg'um kelmaydigan bir hadis. Bu Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamning mo'jizalarining bir ifodalanish ko'rinishi bu. Nima desa, Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamga masalan "O'titu bi javobil kalim" degan. Peygamberimiz bana labzi qisqa, ma'nisi nihoyatda mo'l, shundaqcho bir so'zlash qobiliyati birildim degan. Demak, mushu hadismi shuning jumlasidan olimlar shundaqcho buni shu qatorga kiygizgan. Demak, bu yerda bu Buxoriy va Muslim bu xabar qilgan hadis o'zi sahih hadis, ya'ni muttafaqun alayh va undan boshqa Abu Davud, Ibn Majah, Imom Ahmad, Abu Ya'la, Daruqutni bularning hammasi xabar qilgan. Ma'lumlarninki qisqacha ba'zi kichik variantlarda masalan hadisning varianti farq bo'lsa-mu, lekin bu hadis nihoyatcho bizningki turmushimizni, xususan eng muhimi dinimizni o'rganishga, dinimizni tushunishga, tushuntirishga, dinimizning bir qalipi desak, bu nihoyatda to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Hamda bu hadis masalan "Man ahtasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddu." Hamda kim dedi? Ahtasa, paydo qilsa bizning ishimizda, ya'ni bizning shu dinimizda demakchi. Bu amrinani dinina deb cho izohlash va eng to'g'risi va cho olim ulamolar, mujtahidlar shunda cho izohlagan. Amrina hadaga demak mushu ishimizda, lekin mushu dinimizda bir yangidan bir ishdan birini paydo qilsa, ma laysa minhu, bir narsaniki emas u, dindan emas. Dindan emas narsani paydo qilib bu din deb kishilarga tushundirsa yoki kishilar bilan cho endi o'rtoqlashgan bo'lsa, fahva raddun, ya'ni mardudun, rad qilinuvchidir, qaytariluvchidir, batildir demakchi. Buningdan. Masalan, xalqning ma'nosi maxluqun bo'lganga o'xshash, raddunning ma'nosi cho bu mardudun demakchi. Endi Muslimning rivoyatida, Muslim xabar qilgan azroq farq bor. "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun." Bir odam onunda bizning ishimiz, ya'ni bizning dinimiz, onunda bo'lmagan, dinimizda asosi bo'lmagan bir ishni qilib qolsa, demak u uchun mardud, qaytarilguchidir, u rad qilinguchidir degan bo'ldi. Bundan da biz "Man ahtasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun." Bu xasraq. Lekin "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun" cho bu umumiyroq holatda ma'no ifodalaydi. Shunga biz bu yerdagi hamda bu hadisdan chiqadigan mazmun hukmlar nima desa, hamda Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamningki so'zi, harakati, Payg'ambar sallallohu e'tirofi hammasi hadis deb qaraldi hadis ilmida. Bu yerda Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamningki bu hadisni so'zlashdagi asosliq tarbiyaviy ahamiyat nishon nima desa,
bu sünnet bilan hech qanday bir odamning gapininki barobar bo'lolmaydiganligi. Sunnatninki yana Qur'ondan qolsa, hadisninki mushu shar'iy hukmlarninki manbasi ekanligi. Manbasi ekanligi. Endi biz o'zimiz musulmon deb özümüz hesaplaymiz, ya şunu dava qilamiz, musulmon deb dava qilib turib, bizning şu şeriat tüzüş manbayimizni boshqa o'rindan, boshqa yerdan izlashimizning o'zi ozg'unligimizning isboti. Mayli o g'arib kuchlar bo'lsin, mayli şu boshqa bir kommunist tuzilmasdagi bir kuchlar bo'lsin, o'zininki yashash nimasini, tuzilmasini, hokimiyatini g'arib kuchlarning yoki kommunizm kuchlarininki tuzib bergan narsasi bo'yicha yashaymiz. Shunday yashasaq adil bo'ladi, shunday yashasaq yaxshi, shunday yashasaq baxtga erishamiz desa, bu cho'ng ozg'unlik. Shunga biz Qur'on, hadis, ijmo-i ummat, qiyos, masalihul mursala, saddu zira'i mushulardan iborat. Endi buni sanasak ko'p, bu qonun manbayimiz va bu manbadan olamiz. Qur'on hadisdan, icma-i ümmet qiyasdan ve başka müşündaq Kur'an hadis onunla kanun menba qilishqa buludu. Ya ki şu an eriş gerek deb qaragan nazarını almayıp başka narsani elip özümüzün havai hevesi ya ki kızıqışımız ya ki dünyalık menfaatimizin depla biz bundan vaz kessek yani en çok bid'atni biz payda qilgan bo'lamiz qardoshlar. Şuna biz insaf qilayli. Dava qilsak musulmonlikni dava qilamiz. Qonun tuzish bo'lsa Qur'on hadis bu hozirgi zamonga mos kelmaydi. Hozir unda bo'ladi, bunda bo'ladi. G'arb davlatlari bunda bo'ladi. Falan davlat ochiqlab qoladi. Biz Qur'on hadis hozirgi zamonga mos kelmaydi, buni uyg'un kelmaydi deyichi. Mening ko'nglim uni tatmaydi, men uni xohlamayman desak oshkorlan bu gap bu. Aslında ixtiyorliklar degan vaqtda iymonimizdan chiqadigan ish chiqadi. Shunga biz ba'zi shu Facebook, Twitter'larda ko'ryapmiz. Har debdebilik gaplar, har nutuq qobiliyati yuqori kishilar shu Qur'on hadisni yiroqlashtirish asosida harakat qilyapti, jang qilyapti. Biz buni yomon gumon qilmaymiz, balkim hamda bular kim tarafdan boshqarilayotganligini biz uqmaymiz. Unda debmi ketmaymiz, lekin bular yaxshidir ko'ngli, niyati. Qur'on hadisni yiroqlashimiz deydi ekan, Qur'on hadisdan boshqa qonun tuzimiz bu manbani olmaymiz deydi ekan, bu kishida eng cho'ng ozg'un bo'ladi. Bizningki shariatimiz bor. Qur'on hadis bizga eng cho'ng yetakchi ideya. Allah subhanahu va taolo insonlarni yaratib tashlab qo'ymasdan buningcha shu yer shardagi yashash qonuniyatini tushundirgan Qur'onni, hadisni va boshqa Qur'on hadisni izohlaydigan kitoblarni yozishga Alloh taolo aql berdi. Qur'onni tushirib berdi. O'zingiz xalab teping, o'zingiz xalab men demadi. Shu o'zimiz xalab mansaq bo'lmaydi. Buning misolini qistirib o'tib ketish to'g'ri keladi. Masalan bir mahsulot desak, oliy mahsulotdan birisi biz aytib olaymiz. O mahsulotniki tushuntirilishini zavod shu ijod qiluvchi odam manda bunda qilsiz, ishiltisiz, manda holatda boshqursiz desa, biz qo'limizga ayab bilan buni o'zim bilgancha qilaman buni deb tushuntirishga qaramaylan yoki tushuntirish bo'yicha uni mashg'ulot qilmasak, o mahsulot buziladi. Insoniyatmi shuning ichida. İnsanlarınki yetakchi ideyasi, yo'l xaritasi Qur'on hadis. Endi Qur'on hadisda ma'manda oldi deb sistemlashtirib debbermagan bo'lishimiz mumkin. Yoki uni debbermagan holat, debberdigan ulamolar, olimlar chiqmagan bo'lishi mumkin. Yoki chiqsimi, ular uchrashamagan bo'lishi mumkin. Va yoki biz Qur'on hadisni tushuntirib bo'lmagan, o'zimiz tushunib bo'lmagan bo'lishimiz mumkin. Tushunishga shunga intilish, shunga bilim olish nima farz ayin qilib bekitilgan. Hamma odamninki Qur'ondan bevosita o'rganish, ügütüş, düşünüş salayeti bak işlerninki bunu qilish uchun mas'uliyati bor qarindoshlar. Shunga demak bu yerda nima Qur'ondan qolsa sunnatning shariatninki qonun chiqarish manbasi ekanligi. Biz o'zimiz xalab qonun chiqarmaymiz. Qonun chiqarib qolsak biz e'tiqodda ig'ir xatolashgan bo'lamiz. Shunga oyatda Alloh subhanahu va taolo am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah Sura Shurada ayna degan. Ularning bir sherikleri bormi? Ularning hamkorlashuvchilari bormi? Yoki ularning bir ma'budlari bormi? Uning boshliqlari bormi? Ularga Allah uni ruxsat qilmagan ishlarga qonun chiqarib beradigan, qonun tuzib beradigan, ma ideya bilan mansingiz bunda bo'l deydigan
aşınki şirikleri, mabutları bağımlı deb Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da inip degen. Şoň biz Kur'an hadisini çetligen her kandak partiya, her kandak guruh, her kandak Kur'an hadisini menba kılmagan ýa-da biz yok. Müslüman adam yok buluş gerek. Müslüman adam imanını tekşürüp bekiş gerek. Azgını kıyınçılık, azgını sınak imtihandan ötenmey, ýa-ki onun sabr kılanmay, özümüz halagança meňip ketsek. Ýa-ki şu malumça onun nazariyesi, bunun nazariyesi dep şununki keýnidinçe mansak biz hatalaşymyz. Bu mening şahsan diýen gepim emas. Her qanday bir alim ulema Kur'an hadisini toğry düşüngen bolsa, bunu çokum bunu oturgu kuydu enaqla. Xoş, endi yana birse bu yerda bid'atni va şu bid'atchilarni qattiq eyipleş var bunun deydi. Qanday desa, yani bid'at va bid'atchi, bid'at to'g'riliqni to'xtalamiz. Bid'atni va bid'atchilarni eyipleş. Yana birisi şu desa, İslam degan bu din degan nima ittiba, ibtida emas. İttiba degan erişildigan narsa, erişildigan, keyingiçe erişip mingilgan narsa. Yenidən bir narsa icad qıldıqan narsa emas. Dini işlerde biz erişimiz mesela. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ne dedi? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Eğer sizler dedi, biz Allah'ın yaxşı görmemiz dep dava qılımız go. Allah'ın yaxşı görseňler fattabi'uni. Peygamberimiz dedi, "Maňa erişiň" dedi. "Mene sünnetimge erişiň" dedi. "Yuhibbukumullah." Allah anaň degençe seni yaxşı gör dedi. Allah bizni yaxşı görmese, biz neçe min qatam, neçe yüz min qatam Allah'ın yaxşı görmeli degenin hiç qanday kıymet yok. Hiç qanday ähmiýeti yok qarandaşlar. Şoňa biz bu din ittiba ibtida emas. İbtida näde deseňler, ýeňiden bir narsa peýda qilish, bu ýeňiden bir narsa ijad qilish dünýälik işlerde buludy. Dünýälik işlerde ibtida ýeňiden bir narsa ijad qilamiz. Dini işlerço ittiba aşı qanday köz tüpegen bolsa şu bunça meli o dinninki hakimiyet kısmı bolsun, hakimiyet kuruş meselesi olsun. Mesela ço inak nesba sünnet ço inak belgelenme işler mesela. Veya ço mesela dinninki başka ço muamele işleri olsun, aile işleri olsun, iqtisadi işler, hem işler muşnun ço kiredemdi. Demek dini işlem bulurken ittiba bu ço ibtida olmaydı. Hem de bid'at degan sözünün üzümü nima deseňler, bid'at degan gap bu biz endi düşünüp olishimiz kerak. Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerimde estağfirullah bedi'us semawati vel ard dedi. Asmanlarni ve ziminni örneksiz hiç qanday bir başqa bir asiga bir misalin sabiq onun oxşaydigan bir narsiz şu icad qildi. Yani şu barlık keltirdi demekçi. İcad qildi desek yani biz ma özümüzningki insaniyetimiz oxşap qaladı. Barlık keltirdi demekçi. Bedi' degan gap örneksiz, başqa hiç qanday bir misalsiz barlık keltirdi demekçi. Misal o şu bid'at degan söz, men ahtasa fi emrina hada degan gap, ahtasa degan gapni biz düşünemiz. Endi Uyg'ur milleti mesela şu Türk milletinin köpüncüsü desek mi buludu? Uyg'ur milleti tağda bir koyak vatkan adam bolsa, savadı bulmagan bolsa, aşuço 50% 60% Arapça bildi desek o yalgan emas. O nima uchun desek bizninki yeziqimiz bir qancha Arabdan boshqa hammasi Arapça yeziq. Bizning örf-odatimiz, ismimiz, jismimiz, qon-qanimiz singib ketgan. 1000 yillikdan ortiqcha tariximiz bor. Demek bizim bu yerda men demek olgan gapim mesela hadise deymiz. Hadis çıktı deymiz. Hadis degan nima desaňlar? Hadise degan burun bulmagan, tuyuqsuzlamçı bir iş bolgan bolsa hadis deymiz. Burun bolgan şop qas onu hadis demeymiz meselençi. Muşu ahtasa şu hadise yeňiden peýda bolgan mesele demekçi. Şoňlaşqa biz bu yerda bu yeňiden peýda bolgan iş, yani nimimizde fi emrina, bizim dinimizde demekçi. Endi men arlaşdyryp elep biz her qanday bid'atni hem menço el-Qiyam bir hadis var. Kullu bid'atin dalale, kullu dalalatin finnar der. Mesela iyyakum ve muhtesatlı umur hadis ço. Mesela şu yeni peýda bolgan işlerden naç ýeraklaşyňlar dini jihat demekçi. Dini işlerde ibadet işler demekçi. Ma dünýälik işler ço dese, bununda bizge keňir kuýutilgen. İjat qilish, bunu ço yasaş, bunu synak qilish, nurgun meselelerge Kur'an hadis bunu ço buyrulgan. Many düşünýärsak bolýar kardeşler. Şoňa biz dini işlerde, dinde bid'atçılık kılsak bolmaydı. Lekin dünyalıkça bid'atçılık kılmasak bolmaydı. Dünyalık davamlılık icadiyet, davamlılık intiliş, davamlılık yenilik yaratış bilen mamulsak bolmaydı demek. Badesinin mezmunu şu. Şu an bid'at degan sözünü biz nayeti yaxşı
tushunsak bo'ldi. Allohni yaxshi ko'ramiz deganimiz Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda degandek shart. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Agar sizlar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, rostchil bo'lsangiz so'zingizda, unda kazzab bo'lmasanglar, hilegar bo'lmasanglar, fattabi'uni. Demak, menga ergashinglar, payg'ambarimiz dedi. Yuhibbukumullah. Natijasi sizlarni Alloh yaxshi ko'rdi dedi. Demak, cho'g'an gapda hamda Allohni bizcho yaxshi ko'ramiz deb da'vo qilsak, Allohning bizcho haqiqiy bir quli deb o'zimizni e'tirof qilsak, boshqa yerdan qonun izlamaymiz. Boshqa qonunni tuzib chiqmaymiz. Qur'on hadis ba mushu bo'yicha mangimiz. Bundan boshqa holatda menib qolsak, eng cho'ngchi bid'atchilikka yo'l qo'ygan bo'lamiz qardoshlar. Buni diqqat qiling. Hamda tinch o'zgartib o'tish, o'zimiz uchun bilmasdan ba'zi kirib qolish masalalari mavjud ham shunday bo'lyotdi. Dinga haqorat qilyotdi, dinni ayblayotdi, dinni hokimiyatini ayrimiz deyotdi. Unda ish yo'q. Shariat buni qat'iy yo'l qo'ymaydi. Bu biz xristian emas. Xristian dini şu 18-17 asrlarda shunday holatga kelgan sanoat inqilobining oldiga keldirdi masalan. Masalan, bu ilmoniylikqa biz tubdan qarshi. Ilmoniy fikr bu insoniyatni vayron qiladigan fikr. Bizningki qimmat qarashimiz, dunyo qarashimiz buning uchun qat'iy tushmaydi, udul ham kelmaydi. Shunga diqqat qilishimiz intayin muhim. Pahva raddun degan nima desa, u mardud, rad qilindi, qabul qilinmaydi degan bo'ladi. Hamda Muslimningki xabari rivoyatiga ko'ra hamda man amila amalan laysa alayhi amruna fahuva raddun deganda hamda uningda bizning ishimiz, bizning dinimiz uningda bo'lmagan ishlarni qilsa, demak u mardud, qaytarildi degandan keyin diniy ishlar da mavzu umuman de mayli o'zi paydo qilgan bo'lsin, paydo qilmaychi, keyinchi paydo qilib bo'lganni qilgan bo'lsin bidat ishni. Demak bu yana qaytarildi o'xshashlar. Men qilmabdi ekanman, dadam qilibdi ekan, yo ajdadim qilibdi ekan, yo ustozim qilibdi ekan, yoki boshqa qilib qo'yibdi ekan. Vaqt cheklanibdi ekan, hozir nima cheklaydi degan gap bo'lmaydi. Endi shu vaqtda shu ayında hozirgi zamonga o'xshash fitna qo'li jiq cheklanmaydi, ba'zi ulamoning kuchi ojiz, ba'zi sharoitlar foydasiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Şuna biz bu hadisni nihoyatda to'g'ri holatda tushunishimiz intayin muhim demoqchi. Xo'sh. Endi bu dunyolik ishlar desak, masalan dunyolik ish to'g'riliq gap chiqib qoldi. Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam Makka dan Madinaga hijrat qilib bordi. Bu hijrat qilishda hamda shu payg'ambarimiz bu Makka nihoyat qattiq siqilish uchurdi. Diniy jihatdagi tashviqot, da'vatlar siqilish uchurdi. Hatto hayot xavf ostida qolgan vaqtda anadekincho Madinaga hijrat qilishga izni berildi. Hijrat qilib bo'lgandan keyin sahobalar, shu ansarlar shu yerdagi Xomuni changlashtiradigan bir ish bor ekan, changlashtirib shunday qildi ekanda, biroz jafolik qilgan endi. Unda unga payg'ambarimiz bunday qilmasanglar-chi degan. Degandan payg'ambarimiz degandan keyin bu shunday qilmagan. Bu sahih hadis bumi? Qilmagandan keyin bu Xomuninki mahsuloti yil oxirisida to'lab ketgan. To'lab ketganki, ya Rasululloh o'zi deb deydi, sizning gapga biz kirib, gaplarni anglab, buni changlashtirishni qilmabdimiz, ya'ni o'limabdimiz. Shundan Xomuning mahsuloti to'lab ketdi, biz qanday qilmaymiz degandan keyin payg'ambarimiz shu yerda antum a'lamu bi umuri dunyokum degan hadisda bor. Sizlar degan. Sizlarningki dunyolik ishlaringizga o'zingizbek olim. Tajribaga munosabatli masala shu. Fan degan masala shu masalan. Tajribaningki yakuniy natijasi hamda. Demak, shunday bo'lgandan keyin sizlar shuningdek olim deb payg'ambarimiz nim qilgan. Ularga nisbatan siz dunyolik ishlarda o'zingizni bilib qilsanglar bo'ldi degan. Demak, ular ijodiyat masalasi, ijod qilish, bir narsani kashf qilish bu dunyolik ishlarda qilmasak bo'lmaydigan, taraqqiyot oqida qiladigan masala. Shariatda hammani bir taqda edib, hammasi bid'at deb, unda deyilgan shub qolsa nurg'un masalalar chiqarmasin. Siz bizni tatib bid'at olamiz hozir. Bizim yo'qdik ya, payg'ambar sallam davrida, sahobalar davrida yo'q odam naslning hammasi bid'at desak, siz bizni tatib hammamiz shu bid'atga kirib qolamiz. Shunga bizim to'g'ri tushunishimiz ibodatlik masalami yoki dunyolik masalami yoki masalan bu odat masalasimi? Qanday masala buncha aniq bilgandan keyin bunga hukm chiqarsakmi kechikmaymiz. Shunga ba'zi qarindoshlarimiz bor. Azroqlam tarjimasi ya chiqig'liq ya chiqmaqliq ya Uyg'urcha ba'zi materialni o'qiblam, o fatvo cho'p ketadigan. Yoki qozilik qilib ketadigan. Bu xato qarindoshlar. Bular qilmaslik kerak, o'rganish kerak. O din degandan ba'zan bir azg'ullar degandek ish kuchil o'qib qo'yish bo'lgan narsa emas. Az o'g'anda 20-30 yil o'qisa, andan keyin bir narsa tegilib bo'g'idek, Qur'on hadisini tushundigidek holatga keladi inson. Chunki 20-30 yil panva buning ichidamchu. Shundan buni biz insof qilishimiz intayin muhim. Shu dinni sistemlik o'rganish, bolalarimizni o'rgatish farz ekanligini unutib qolmaylik qarindoshlar.
Yani bir eslatib o'timi. Hamda bu meseleге qarta hamda buningda bid'at meselesi bu nihayetde sezgur mesele bo'lg'achqa demek endi nurg'unlagan alim ulamolar bu to'g'riliq tushunchlarni o'tirib qo'ygan. Endi bid'atni shunga İmam Şatibi ve çoğu başka sultanul ulema bo'lgan mesela İzz ibn Abdüssalamlar o'zgacha holatda tushundigan masalan o'zgacha holatda tushundigan. Har qanday işte biz endi bu ma hadisninki mazmuni bo'yicha masalan man ahtasab fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun degan hadis bu nimaninki islom asoslaridan bo'lgan bir asas. Ama bu qanday qilib demekçi. Qanday qilib ibodatni to'g'ri qilishninki, ibodatni Allah'nınki azigida qilishninki bir qilibi bu. Endi bu hadis tashqi jihatdagi, zahiriy jihatdagi ko'rinishdagi qilib. Endi ichki jihatdagi qilib qolsa desanglar, ilgari birinchi hadisda bu o'tib ketdi. İnnemal a'malu binniyati ve innemal likulli imrin ma nawa degan bu hadis. Ma'ucho desa İçki cihetdeki manevi çok qilib, ma tashqi cihetdeki qilib. Bu bir mizan taraza. Amallarni zahirisini tartadigan taraza desek bo'ladi buni. Demişqa deganda, masalan amallar niyatga bog'liq dedi. Benim desek eski kishini qilib qo'yib, mening niyatim yaxshi, niyatim to'g'ri desek to'g'ri bo'lmaydi qarindoshlar. Biz amallarninki qabul bo'lish uchun innamal a'malu binniyat degan niyatga bog'liq bo'lishi ikki xil narsaga uyg'un kelish kerak. Tashqi jihatda Kur'an hadis gelmiş. Men ahtasab fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun degan. Kur'an hadisde bunun asası buluş gerek. İbadet işlerde çoğun Kur'an hadisine uygun buluş gerek. İkincisi şu desek, o niyetimiz Allah rızalık için buluş gerek. Mesela bir iş Kur'an hadisine nimiken uygunken, lekin niyetimiz şu riya sünnet kılmakçıyken. Mesela biz davet teşviqat yoki cihat yoki şu vatan milletninki xizmatini qilimiz deb munda islomiy rayonni qutqizimiz deb mangan kishi ekan. Lekin bizning niyatimiz uchun meni bir qattiq notiqkan deb qolsin yoki bir siyosiy yunkan deb qolsin yoki bir olimkan deb qolsin yoki meni baykan deb qolsin deb qilgan bo'lsak, o tashqi ko'rinishda to'g'ri bo'lgan bilan mohiyati uchun amal qabul bo'lmaydi. Nimishqa desak, niyatimiz Alloh rizoligi uchun emas. Bandaning rizoligini izlagandan keyin bu amal qabul emas. Masalan, niyatimiz bak to'g'ri ekan, bir odam qiyinchilik tortib qopti, buning nisbatan biz hamda niyetim to'g'ri bo'lganligida bekimninkini uglab ekilib yoki bayilning bo'lib qolsa uni eplakinde qo'rqitib boshqalarga eppasak bu niyetimiz to'g'ri bo'lsa-mu garchi nimamiz uchun amalimiz shariatga uyg'un bo'lmag'achqa bu amalimiz uchun qabul bo'lmaydi demakchi. Demak, har qanday bir amal Alloh rizoligi uchun bo'lmaydi ekan, uning qiluvchisiga ajr mukofot yo'q. Demak, u qilgan ish shu egasiga qaytarildi. Bu hadisden ne mezmun çıkıyordu desek hem de şari Allah'ın elçisi yani bir belgilep bergen yol şu körsetbergen yol haritası boyunca mağmısak her qanday işimiz bizning soğuçilishdiganligi netice qazanmaydiganligimizning bir isboti. Şuna anda İslamga kirgen her qanday bir musulmonning ixtiyorati musulmon deb o'zi da'vo qilgan kishininki shariat hukmlari ostida yashashi, o'zining hayotini shariat bilan tatbiqlashi, hayatını şeriatga uygun holatda yashashga tirishishi, shunga loyiq harakat qilishi bu intayin muhim. Mayli o'zininki besib olgan davlatni ozod qilish bo'lsin, kofirlarni tajovuzdan chiqarish bo'lsin. Mayli bir kimga yaxshilik qilmoqchi bo'lsin, mayli oilasini boshqarmoqchi bo'lsin, shariat ichida bo'lmaydi ekan, buning amali mardud degan bo'ldi. Bu hamda qabul qilinmaydi demakchi. Unda bo'lsa-da biz bayatını degandik, endi bid'at degan nima degan savolni qo'yamiz. Bu savol qo'yilgandan keyin bid'at bir narsani tushunmay turib biz o'sha atalg'u masalasi egizpaschilik chiqib shu sababdan ezib ketgan ba'zilar xavorij bo'lgan, ba'zilar murtad bo'lgan, ba'zilar kofir bo'lib ketgan ahvollar bor. Endi u kofirni kofir deyish, murtadni murtad deyish, xavorijni xavorij deyish alim ulamolarninki shu guvohlik bilan shunday yolg'iz bedam emas endi. Endi nurg'un ulamolar buni munda deb hukm chiqarsa, u chog'da desa, shu shunday bo'ladi endi u.
Anda kafirni kafir deyiş, murtedni murted deyiş, havarijni havarij deyiş şeriatı şu. O ba peygamberimiz köstüp koygan, sahabalar şu onu emniyetiga şu tatbiqlagan mesele. Bidat degani nima desek, endi bu bidatni ulamalar tunishtirib, o'sha shariatga o'xshab qoladigan, ana bilan shu shariat tamda shu ibodatlik mubolag'a, texim shu ashurroq qilishni yoki yangidan shu bir ishni paydo qilishni shu olimlar shu bid'at deb nima qilgan, tunishtirgan masalan. Har qanday yangi narsani olib kelish u bidat emas. Masalan, bu hamda bayatın dep otuk bedi'us semavat vel ard mesela. Asmanlar ve zeminni Allah Teala örneksiz yarattı degen mesela. Şu anda İmam Şafii rahimahullah bu bid'atni beqançıga mesela bölüp o üzününço Kur'an hadisini algan üzünki nimisine düşüncesine mundaq oturup koygan hamdi. Bu yeniden paydo bo'lgan ishlar ikki turlik bo'ladi dedi. Endi birisi kitob sunnatga uyg'un kelmaydigan yoki sahobalarningki, tabiinlarningki asarlarga uyg'un kelmaydigan, ijmo uyg'un kelmaydigan bo'ldi. Bu azg'un bid'at deydi. Ikkinchisi desa endi yaxshi ishlardan masalan aytlanmaydigan, so'kalmaydigan bu ishlar. Buningga masalan Sultanul ulamo bo'lgan İzz ibn Abdussalam bu nayt haqqoniyat ulamo. Bu ulamo degan desa masalan bir so'z esim keldi hozir deb qo'y. Mesela bir yerde zina fahişe qattiq avjagan bo'lsa, zina fahişe. Bu kishininki jazoni to'g'riliq tabliq qilib, da'vat qilib, kitob yozib o'ltirishi bu bir din qilgan xiyonat degan. Ma gapga biz diqqat qilsak bo'ladi. Chunki oyatda mu bor, aniqcha buni qanday oyatni so'zlab o'ltirsak bu yerda uzrab ketadi. Demak, olim ulamolarimiz diqqat qilish kerak. Shu millatning ahvoli shunchalik ig'ir. Vatandagi ahvolimiz, ota-onamiz, ustozlarimiz nayt ig'ir holatda. Muhnat to'g'a vaqti yana shunday talash tortish, oyog'i chiqmayotgan, shunday munozara yoki bo'lmaganda foydasiz ishlar bilishmasak masalasiga xotim bilish kerak. Avval olim ulamolar. Olim ulamo deganda mayli u fanniy bo'lsin, diniy bo'lsin, mayli diniy ziyoli bo'lsin, mayli fanniy ziyoli bo'lsin, hammasi shuning ichiga kiradimdi. Bu ishga bilib araydigan ish, madrasa, maktab deb arish, ziyoli ulamo deb arish bu asli kommunizmning ziyonkashlik deb qarasak bo'ladi. Shura topgan gap aslida. Demak, shu kishi shunday degan. Muşunda derecede hatta ki bu nurgulgan tecavüzçülük'e karşı halatı üzeri hareketga o'tgan. Birada bir bidat topqasa o'zining cho hayatı bedlik bo'lsinmi, ayndaq sakrab tushadigan bir haqqoniyatchi mujtahid, ya'ni shu Sultanul ulamo, ulamolarningki ulamasi deb nom olgan kishi. Shu bidatni bilib vojib mubah bidatning ichida deb qo'ygan. Bu gap o'rinsiz gap emas. Masalan, arab tilini o'rganish meselesi, yak Arap tilindeki kaideleri, onu ügütüş, mektep mesela medrese, dini mekteplerini ve başka fenli mekteplerini seliştinki sünnet buluşu mesela. Bu sünnet boğan, yeni peyda boğan mavcu, dini alakadar işler. Anda mekruh mesela şu, mescitlerin bizeş mesela. Anda mescitin bizeş meselesi desek adamın da yürek içiyordu. Anda halkımızda alimlamada kımmayla dese falanımında mescid hesaptı diyorsun dep. Mescidga necha millionni xarjlab etgan, shu mescidni qo'g'daydigan taliblar, shunday kishilarimizni tarbiyalashga uningga ahamiyat berilmagan ahvollar vatanimizdan bo'lib qolgan. Unda masjid topdi desin deb qilgan ba'zi ishlar bo'lib qolgan. Ko'pincha Alloh rizoligi uchun sasmi, ba'zi ishlar bo'lib qolgan. Demak, bu makruh masalan. Bu bidatninki vojibi masalan shu ba u nima desa, masalan Arap dili bilimleri mesela nahv deyimiz, sarf deyimiz, ondan başka balagat deyimiz ve ondan başka mesela usul fiqh, usul hadis deyimiz. Bu bilimler hem de Peygamberimizin davrında mandağılık sistemleşip kitaplara ayrım hatırlanıp kılınmagan hem de mesela. Hatta Kur'an'ma cemlenmegen mesela. Bunu Ebu Bekir radıyallahu anh, ondan karşı Osman radıyallahu anh hemen yığıp bir yere bir Kur'an kılıp yıkkan. Mana bu mu? Dinimizin içindeki iş mesela. Mesela Osman radıyallahu anhu azanni ikki qilgan. Azan Peygamberimizin davrida, Ebu Bekir'in davrida, Ömer'in davrida radıyallahu anhum birdi. Bunun için bidat mı dese? Yo'q. Bu nima desa? Demak, dinninki taraqqiyoti, dinning shundaqligi rivoj tepish uchun musulmonlar ko'payib ketganlikdan ko'p bo'lgan musulmonlarga anglitib bo'lmay, hozirgidek mandaqaligi anglitish, yangiratqu, mana asboblar bo'lmag'achqa shu holatda shuna qilgan endi. Demek umucu Allah'ın dininde kılınan şu vacip boğan ya ki sünnet boğan bid'atlerden demek şimdi.
Mesela haram bo'lguncha Qur'onni mesela buzib o'qish mesela. Bid'atninki mesela yangi mubah bo'lguncha desa mesela yemekliklarning har xil turini yeyish yoki uni iste'mol qilish mesela. Endi bu bid'atni mushnalar tushundigan o'ylamalimi? Demak, bid'at to'g'riliq o'ylamalar har xil o'xshamagan qarashlarga kirgan. Mesela nima desa Umar roziyallohu anhuninki davrida mesela Umar roziyallohu anhu sahobalar payg'ambarimiz tarovihni 8 rakat o'qigan, 2 kun o'qiblamcho shu vacib bo'lib qolishdan ansirab chiqmagan, o'qimagan. Keyin Umar roziyallohu anhu davri kelganda shu Umar roziyallohu anhu Ubay ibn Ka'bninki aqsqa sahobalarni jamlab ham shu 20 rakat o'qigan. Buni Umar roziyallohu anhu ni'matul bid'atu hiya nimaga yaxshi bid'at degan. Ba'zi olimlar buni bu lug'at jihatga yangidan bir paydo bo'lgan ish deb degan demakchi. Demak, endi yig'ib aytgan vaqtda Umar roziyallohu anhu bu qilgan ish sahobalarning ijmosi va sahobalar hech qanday voy bu bid'at ishni men qildim yoki umma qo'ydim demagan. Sahobalarning ijmosi bu kuchga ega. Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam shunga nimaga menga mening ep mangan yo'limga ya'ni mencha xulafay rashidinning yo'llariga esinglar addu alayhi bin nawajiz. Iziq tishing bilan qattiq tishlanglar degancha hadisi bor. Sahobalarninki xulafay rashidlarni tutib mangan yo'llarini biz tutib menishqicha alohida nima qilgan buyurilgan demakchi. Shunlashqa biz endi bu yerda endi nurg'unlagan ulamolar har xil izohatlarni bergan masalan. Bu izohatlarninki orasida endi masalan Imom Malik rahimahulloh masalan nima degan desa Imom Malik bir adam islomda, ya'ni dinda bir bid'at ishni paydo qildi ekan, uni yaxshi, go'zal deb o'ylab dedi. Demak, u Muhammad alayhisalom bu payg'ambarlikka xiyonat qildi degan bo'ldi dedi. Payg'ambar alayhisalom qilmagan ishdan biyini yangidan paydo qilgan bo'lsa, badi' dedi-ku, yo'q yerdan paydo qilish degan bo'ldi. Endi ba asosi bor, yoki sahobalar qilgan, yoki ma'lum uning bir masalan ko'rsatmalari bor bo'lib qolsa, yoki bu yana bir masala hadisga amal qilgan masalachi hadisning darajasi o'xshamaydi. Mesela mutawatir hadis deymiz, buncha mashhur deymiz. Hadislarningki arab tili o'xshash bo'lgan bilan hadisning darajasi o'xshamaydiganligini olim ulamolar biladi uni. Shunga hammamiz arabcha bo'lgan ekan, voy hadisda mana ekan deblam bital hadisni ko'tarib yaplam, ixtilof terasak bo'lmaydi. Masalan, bu nima bilan mesela mutawatir hadisga mashhur hadis qarshi kelib qolsa qanday qilamiz? Uningdan keyin zaif bo'lib qolsa qanday qilamiz? Bu hadischa mursal bo'lib qolsa qanday qilamiz? Buning hadis kitoblarida aniq teglik buni. Endi ma'lum bir mufassir yoki ma'lum bir mazhab peshvosi yoki ma'lum ustoz masalan zaif hadisga amal qilib qolibdi. Pek zaif emas ekan. Mana bo'lib qolsa buni bidat ish qildi, o'qil degan olmaydi. Chunki u zaif dedi. Balkim u zaif emas deb u hadisni qabul qilgan bo'lishi mumkin. Mush mazhablarning orasidagi ish shu. Shunga Imom Malik deganisi payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamningki qabrisini ko'rsatib turib, hammalar xatolashdi, hammalar ma'sum emas. Faqat mush qabrning egisidan boshqa degan. Demak, payg'ambarimizningki qabrisida Imom Malik rahimahulloh shunday degan. Imom Malikningki bu gapni deyishi, bu sahobalar xatolashdi, mujtahid ulamolar xatolashdi. Xatolikni bilsak, shundan to'xtasak, yansak bo'ldi. Unutilib, haqoratlab qilish bir insofsizlik. Chunki ularningki bilimining 10ning biri, hatto 100ning biri bizdan yo'q bo'lishi mumkin. Shunga biz ba'zi masalalarda insof qilaylik qarindoshlar. Çünkü ba'zilar o'qiydi masalan Sura Ma'idaning 3-oyatini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati deb. Mana bugungi kunda sizlarga diningni mukammal qilib berdim, to'liq qilib berdim va sizlarga uchun ne'matimni tamomladim deydi. Bu deganlik endi ujur-bujurg'ishlik hamma ish zada shunday mushunda bor yoki boshqasini qilsangiz bo'lmaydi degan gap emas. Asosiy mushundachu bor. Masalan, ki Osman roziyallohu anhuning qilgani masalan Ali Umar roziyallohu anhu masalan muallafat qulubuhumni amaldan qoldirgan. Mesela Osman roziyallohu anhu va Ali roziyallohu anhu nurg'ulgan qilgan ishlari bor. Payg'ambarimiz davrida qilmagan, boshqa xaliflar qilmagan ishlarni diniy ishlarni qilgan ishlar bor. Shuni biz uyqumizni ochilay, aqlimizni ishlatilib qarindoshlar. Kim bakroq to'lsa, bakroq vaqirsa, bakroq qilib gap qilib qo'y mandati desa, aniq mandachi bizning kallamizda bunda bir ish bor. Oyatni o'qidi. Uju bir muncha dalil bor ekan, bir muncha hadis bor ekan. O paketga nurg'ulgan bir muncha hadis, bir muncha oyat o'qishning o'rni yo'q. Paketda uning kuchlik bo'lsa ayet okuldu. Okulgan bilen şu ayet, şu hadis, şu uygun kelamda kemmemde bunu ulamolar biladi. Bunu ammeden bilaleydigan iş emas bu. Ayet okuyumuz okugan bilen ama mas kelamda kemmemde deb.
Hattoki o'ylanib baqil qarindoshlar. Masalan, bir shirkat mercho bir mahsulot sabablik ya bir faoliyat qilmoqchi bo'lsa, mukofot bermoqchi bo'lsa, nima ish qilib qo'ydi? Mukofotninki o'ziga ashiliqi tushuntirish qanday desam, tushuntirish huquqi shirkatga xos. Yoki mukofot taqat kuchga xos deydi. Nima ish qiladi desa, tushuntirishni siz xato tushunib olib, o'tirimiz da'vo chiqmasin demoqchi. Buni tushuntiradigan olim ulamolarimiz aramızda bor. Bizcha o'zimizninki nima ish qilayotganligimizni, nima da'vatganligimizni intayin yaxshi bilishimiz bu intayin muhim qarindoshlar. Shunga Umar roziyallohu anhuning kim hamda masalan nurg'unlagan ishlarni o'zgartganligini deb o'tdik. Shunga biz ibodat qismida yig'inchoqlab aytsak, nima ittiba, ergishish, shu buyurganni qilish, ko'rsatmaganni qilish. Lekin shu dunyolik ishlarda bo'lsa, ibtida, ya'ni ijodiyat qilish, keşif qilish bu intayin muhim ekanligi buning o'zincha chiqib turdi. Shunga biz besh qiz gaplarlarken mana debdikan, u aqrabdikan, ma to'labdikan, voy mana kuchlikkan gibi deb qilsak mayli. Inson shunday ozg'anlik uchun shunga nima Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam shunga nurg'unlagan hadislarda hattoki u masalan inna akhwafa ma akhaf min a'immatil mudillin degan. Men eng ansiraydiganim nima azdurg'uchi yo'lboshchilar. O yo'lboshchilarning azurdiganlik shuni chiqib turdi masalan. Ular ilqi xato gap qilsa, biz bilaligidek ishni qilsa, biz albatta kendin mangmaymiz. Lekin biz bilinmagidek gapni qilish orqali shunday odamcho azdurdigancho ishlar bor demoqchi endi. Shunga bu bid'atga qarshi turish masalasi bormi bu yerda? Bid'atni bilgandan keyin bid'atni biz hamda jiq to'xtalib o'tmaylik. Bid'atni biz bilgandan keyin buni qarshi turish masalasida qanday qarshi turamiz desak, masalan, kullu bid'atin dalala va kullu dalalatin finnar. Har qanday bid'at azg'ulluq namusida o'zaqda degan. Bu deganlik endi diniy jihatdagi bid'at aslida yo'q yerdan asossiz holatda dalil pok Qur'on hadisga yoki usulga yoki bo'lmaganda bir ko'rsatmaligicha maskamaydigan holatda bir narsani qilib qo'ysa, bu bid'at misin. Shunga usul fiqh qaysa ma la yatimul vajibu illa bihi fa huwa vajib. Bir farz ishni qilish, ma'lum bir ish qarashlik bo'lsa, shu ishning o'zimi vositaning o'zimcha farz bo'lib qoldi degan belgilama voqealar. Biz mana dinni yaxshi tushunmaganlikdan, tadqiqotimiz yo'q, foydasiz sharoitlar jiq, hammamiz shu turmush xafaligi bu yerda. Bo'lmasa tadqiqotlar bo'lsa, fatvolar, masalan, tadqiqot takcho mafkura ideyalar barliq kelsa, biz bunda ixtilof chiqmaydi. Bunda ishlar bo'lmaydi. Vallohu alam endi. Shunga biz bu yerda nima deymiz deganda, bid'atninki diniy jihatdagi ishlarda yangidan bir narsa paydo qilishninki zalolat azg'unlik ekanligini biz bildik. Demak, bu bid'atga qarshi turishning o'zimcha bu nurg'unlagan ziyon, nurg'unlagan xatarlar keldiganligi uchun bu vojib ekanligini bildik. Shunga Payg'ambar alayhisolamning sahobalari undan keyingicha yaxshi kishilar bid'atga qarshi turgan va bid'atga noyatliqi aniq o'zininki bütün kuchi bilan raddiya bergan endi. Shunga bir hadis var. Bu hadisda Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamninki Tavus dadasini xabar qilib, "Va Abi Isroildan" dedi u. "Dakhala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam al-masjid va Abu Isroil yusalli" dedi. Faqila lin-nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Va za ya Rasululloh, la yaqudu va la yukallimu an-nas va la yastazillu va huwa yuridu as-siyam." Faqala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Liyaqud va la yukallimu an-nas va la yastazil va liyasum" dedi. An bunu odamda Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam masjidga kiribdi. Abu Isroil dedigan bir sahoba ekan. Bu kishi bu namoz o'qiyotgan. Payg'ambar alayhisalom bu mudda turdi, o'ltirmaydi. Nima qiladi? Masalan, kishilarga gap qilmaydi, saydimaydi, aptab qattiq bilislar bo'liqi. Arab yarim oralininki issig'ining qandayligini masalan. Bu da Ramazon tutmoqchi degan Payg'ambar alayhisalom o'ltirsin, o'sha kishilarga gap qilsin, saydisin, Ramazon tutsin dedi Payg'ambarimiz. Bu hamda Nasai'ninki rivoyat qilgan hadisi sahih hadis. Bundan nima chiqadi desa, buningki buga ish sababi esa Payg'ambar alayhisolamning nutqini anglash jarayonida Payg'ambar alayhisolam shu nimada munbarda nutqini anglagan chaqda u nima qilgan desa, ta'sirlanib ketib bu tabliğdancha nazar qilgan deydi. Nazarni bu davomli ibodat qilish, o'ltirmaslik, saydimaslik Payg'ambar alayhisolam ish qilib nutqlab so'zlayotgan holati bo'lsa, bu shunday qilishga
Peygamber Aleyhisselam'ın nutqini yaxshi anglash uchun mushunda qilgan. Qilgandan keyin Peygamber Ekrem sallallohu alayhi vasallam buni mushu nazarisiga vafo qilsin demay, bunicho to'xtatgan masalan. Bo'lmasa o ibodatni qilishning o'zi bu yurib turishning o'zi ibodat. Masalan, boshqa o'rinlarda namozda, azonda, boshqa vaqtlarda masalan har qanday bir ish bo'lsin, lekin Qur'on hadisga uyg'un bo'lmasa, shu o'rni to'g'ri bo'lmasa, to'g'ri joyda, to'g'ri holatda bo'lmasa, bo'lmaydiganligi bundan chiqib turdi masalan. Bu sahabincha o'ltirishga payg'ambarimiz buyurgan. Buyurgan. Hamda yana birisi Buxoriyninki xabar qilgan hadisda 3 kishi kelib deydi. 3 kishi payg'ambarimizning ayollarininki uyliga kelib, payg'ambarimizning ibodatini so'radi deydi. So'rab, ularga payg'ambarimizning ibodat manda ibodat qildi deb degandan keyin ular dediki, payg'ambar sallam manda ibodat qilsa, biz bu payg'ambar sallamga qaragan chaqda biz nima? Biz hech nima qilmabdimiz dedi-da. Biz payg'ambar sallam o'zimizni qanday seçtira olamiz? Payg'ambar sallamninki ilgirki keyingi gunohlar kechirim qilingan bo'lsa, dedi-da, birisi nima dedi? Men davomli namoz o'qiyman dedi. Yana birisi dedi, men davomli Ramazon tutaman dedi. Men qattiq iftor qilmayman dedi-da u. Yana birisi men qattiq to'y qilmayman, royatlar o'taman dedi. Degandan keyin munda ketdi ekan, munda deb ketib qoldi deb payg'ambarimiz qutulgandan keyin payg'ambar sallam dediki, "Sizlar munda debsizlar. Ammo dinninki belgilemasi ma'u" dedi. Men Allah'tan sizlarga qaragancha Allah'tan men bak qo'qiman. Aqshakum. Qattiq qo'qiman. Men sizlarning uchun Allohga nisbatan bak taqvolik qildiganim men. Lekin men Ramazon tutaman. Mencho hamcho iftorni qilman, Ramazon tutmaydigan kunlarim bo'ladi. Namozni o'qiyman, uxlayman. Hamcho ayollarga o'ylanaman. Insonning tabiatiga qarshi ish qilsa qanday bo'ladi? Nurg'un ziyon chiqadi. Masalan, g'arb davlatlaridagi rohiblar, masalancha munoqlar to'y qilmaymiz deydi. Lekin ularcha afsus qo'saqlar yo'g'inab qoladi. Ularcha o'ziniki insoniylik bircha bizningki fiziologik ehtiyojiga qarshi holatda unda o'ziga zulm qilib qonun tuzib qo'yg'achqa amal qilolmaydi masalan. Nurg'unlagan ishlar yuz bergilik. Payg'ambarimiz dedi, oxir yig'inchoqlab "Faman rag'iba an sunnati falaysa minni." Kim mening sunnatimni yuz o'raydi ekan, o mendan emas dedi. Demak, sunnatimdan yuz o'rsa, mening tutib mangan yo'lni yuz o'rsa, mening yo'limga o'xshamaydigan yo'l tutsa, o'cho mendan emas dedi. Bu endi biz diqqat qilmasak, sunnat bo'yicha ish qilmasak, payg'ambar alayhisolamning sunnati bizga mayli davlat qurish bo'lsin, mayli oila boshqarish bo'lsin, hamma ishni boshdan oyoq hammasi xotirlangan. Payg'ambarimiz davlatni qanday qurdi, qanday holatda mustahkamladi, qanday holatda taqobil qildi. Biz payg'ambarimizning yo'lidan chiqib turib, mush ummatningki avvalo ezizlik erishgan narsani voz kechib turib, ezizlik erishamaymiz qarindoshlar. Chuqur biz Alloh subhanahu va taolo degandek, "Va may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuquhu min haythu la yahtasib." Bir odam Allohdan haqiqiy qo'rqadi ekan, Alloh taolo uning bir chiqish yo'li bir dedi. Biz deymiz, chiqish yo'li nerede? Qanday chiqish yo'li topamiz? Chiqish yo'li mana shu Qur'onda, hadisda. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Alloh taolo uningga o'ylamag'an rizq desak biz yeydiganlar narsa kallamizga keladi. Tinchlik, xotirjamlik, bilim, masalan, ustoz shogirdlik, nurg'unlagan rizqlar bor endi. Shunga qarindoshlar, endi biz o'zimizni tekshirib boqaylik. Nimalarni xato qildik, nimalarni to'g'ri qildik. Shunga Yahya ibn Abi Yahya bunday degan dedi. Bir sunnatni qo'g'dash jihatdan afzal degan. Qur'onlik jihatdan sunnatni qo'yish afzal degan. Bu deganlik endi buni hamdaligi Qur'onlik jihatni hozir tuvan tushirish yo'q masalasi emas. O jihatning tartibi va uning ayrim inshaalloh to'xtalamiz ham burun to'xtaldik darslarda. Demak, endi bu sunnat bo'lsa, anandan keyin Qur'onlik jihatmichu bo'ladi. Masalan, uning nurg'unlagan nimalari bor. Shunga biz har qanday ish qilsak, Qur'on hadisga qaytaylik, Qur'on hadismichu yaxshi tushunaylik. Qur'on hadis orqali o'zimizni qurollantiraylik. Anandan keyin biz o'zimizningki qanday holat yashaganligimizni bilib olaymiz. Shunga Allohdan haqiqiy qo'rqsak, taqvolik qilsak, endi ishkatmoz Qur'on qaysin dedik, hadis qaysin dedik. Biz qaytdikmizki, qaytmadik biz. Insof qildi biz. 70 yilning kommunist bizni azdi. Uningda ko'chib mayli axborot vositalari bo'lsin, mayli gazet jurnallar bo'lsin, ishqib hammasi bizningcha yiroqqa bizningcha chetnatdi. Hech qanday huquq berilmadi. Aksicha yozuvchilarmi, ba'zi ssenariy yozganlarmi,
ba'zi kishilarimiz hammasi dinni so'kdi, haqorat qildi. Biz dinning tashqi shakli shu. Bir namoz o'qish, Ramazon tutish, shu ma'lum sunnatni ijro qilishni bildik. Biz dinning siyosiy qismiga kirmadik. Biz dinning tavhid qismini to'liq tushunmadik qarindoshlar. Buning uchun sistemlik tushunildi. Ustozlar atrofimizda bor. Biz dinni tushunmay turib, dinga qaytmay turib, g'albaga qat'iy erishmaymiz. Dinga qaytgan vaqtda janni verdigan, melni verdigan, o'zining islomiy yurtini azod qildigan, islomiy yurtni azod qilsa, o'sha eng buyuk jihad qildiganligini tushunadigan bir turkum avangard, jangovar musulmonlar barliq keldi qarindoshlar. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.